umuman menstruatsiya bo'lgani yo'q shu paytgacha. Ko'plamini savol beradi, qiz bolani ginekologga ko'rsatish shartmi? Shart. Nima uchun shart? Qanaqa rivojlandi bizni bilishimiz kerak. Qachon ko'rsatish kerak? Agarda uni shikoyati bo'lmasa, masalan, orada 2-3 yashar qizchalar keladi, chaqaloqlarni olib kelishadi, sinxiya bilan tug'ma naqa bo'lib kichik uyatli lablar yopishib tug'ilish holati bilan yoki bo'lmasam shikoyati bo'lsa, qichishish, achishish, выделениyalar bilan bo'lsa, yosh ahamiyati yo'q, olib keladi. O'zi 9, 10, 11 mana shunaqa yoshda olib kelib ko'rsatsa bo'ladi. Men o'zimni qizimda 4 yoshida polностью UZI qildirib hamma yog'ini ko'rganman. Matkasi joyidami, bormi, tuxumdoni joyidami, bormi? Hozir matka umuman qo'lga ilinayotgani yo'q. 2,5-3 sm bo'lishi mumkin u matka. O'shani hisobiga menstruatsiya kelmadi. Tuxumdonlar normada 3 sm bo'lishi kerak. Matka tug'ruq bo'lmagan qizlarda demak 4-4,5 sm atrofida bo'ladi. Bu holatda qo'lga ilinadi. Tuxumdonlar 3 sm bo'lgani uchun qo'lga ilinmaydi. Follikulalar bor deb aytishgan, endometriy o'smayapti dedi deyapsan. Agarda hozir ko'ramiz follikulalarning holati, endometriyning holatini iloji bo'ladigan bo'lsa qilib beramiz. Lekin mana aytayotsan, turmushga chiqmoqchiman, mumkinmi? Turmushga chiqaverasan bemalol. Muammo yo'q. Baribir biza keldik, menstruatsiya yo'q deb anatomik tuzilishi qanaqa bu qizni, tashqi jinsiy lablarda nuqsonlar yo'qmi, qanaqa joylashdi, hammasini ko'rdik. Prosta qizlik pardani o'zi bizani ko'rishga u narsani nimamiz yo'q. Tushuntirib o'tib ketdim. O'rtasida перегородкасы bor, hammada bitta teshik bo'lsa, senda ikkita teshik ekan. Prosta shuni ko'rdik, bo'ldi. Bu ham nuqsonga kirmaydi. Jinsiy hayotda bemalol yashayverasan, hozir UZIda ko'ramiz, qinlar joyida turibdimi, rivojlanishi qanaqa bo'ldi, shunga qarab bitta xulosaga